Bu yerda lyuks xonamiz ham bor ekan aytgancha mana. Lyuks xonani dushovой zona, rakvina, unitaz, такой уютный qilib qo'yilgan. Ularning sapajoklari bilan kulollarni cho'tka olib kelib qo'yganmiz. Izolyatsiya mahkam qilganmiz. Sababi suv o'tib ketmasligi uchun. Bu ikkinchi etaj. Ko'p gastinisalarda o'rtoqlar mana narsadan muammo. Suv o'tib ketgan, mana bu yoqqa zax chiqib ketgan, artilish sho'ralab ketgan. Ko'pini to'g'rilab berganmiz. Shunaqa narsalar muammo bo'lmasligi uchun boshidan puxta qilib, hammasini standart bo'yicha qilsanglar, inshaalloh zo'r bo'ladi. Arzimagan 1-2 dollarga qochib, 1000-1,5 ming farq qiladi. Lekin kelajakda sizlarga katta summalar olib keladi ular. 20 ta sanozorlar qilib berdik. Adashmasam, yana 28 ta sanozorlar zakaz berishyaptimi? 1,5 million bo'ldi. Shu paytda bizga zakaz beruvdinglar, qildik. Muammo bo'lmadimi? İşimizde yaxshimi? Nima sabab bizga yana qayta zakaz beryapsizlar? Birinchidan sifat, servis. Shu. Videoni gastinisaasi borligi jo'natib qo'yinglar. Uzuring ozgina. Video uzun bo'lib ketdi.